Assalomu alaykum. Umijon O'zkanning kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 22-yanvar. Biz o'zimizning xonadondan, Marg'ilon shahridan kichkinagina videorolik olyapmiz. Bugungi videorolik olishimizdan maqsad qo'ylarimizni necha kilo bo'ldi to'rg'ozga tortamiz va kechki yemini sizlar bilan birgalikda beramiz. Hozir mana qo'ylarimizni olib chiqamiz. Bitta ko'rib taxmin qilasizlar, keyin kilolarini tortamiz. Taxmin qilib kommentariyga yozinglar. Bu qo'yimiz yangiroq keladi. Kim esda bo'lsa bu jicha mana orqa oyoqlari bukilib turibdi. Lichena qilganmiz. Xilla ko'tarilib olgani bu. Yashur bo'lgan. Qo'yiladi yashuri. O'sha orqa oyoqlariga berar ekan, orqa oyog'ida turolmay qoluvdi. Xudoga shukr ancha o'nalib qoldi bu. Yemay ham qo'yuvdi. Bir haftacha umuman hech nima yemadi mana. Ko'rishlaring mumkin. Dumbalari ham, kichkina o'zi ham ariqroq. Ikkalasi bilan mana bir xil dedi. Bunisi mana ko'z to'ymasin. Hozir ikkalasini tortadigan bo'lsak, bo'lmadi deganda 10 kilogramm. Bundan 10 kilogramm past chiqadi. Taxminlaringni qilib turinglar. Bu kasal bo'lgan qo'yimiz necha kilo chiqadi? Bu qora qo'chqorimiz sog'lommi necha kilo chiqadi? Kommentariyaga yozib turinglar. Mana kerak tariq voqi. O'zimizning kiloyimiz 116 kilo 700. Elli 8 kilo. Mana akalar, doğalasa qo'ylarimizni kilogrammini tortib oldik. Mana 22-yanvar sanasiga birinchi qo'yimiz 58 kilogramm. Bu kasal bo'lib bir haftadan oshiq yem yemagan kasal bo'lgan qo'yimiz. Ikkinchi qo'yimiz mana 71 kilogramm. Bunisi sog'lom qo'yimiz mana. Xudo xolasa mana 22-yanvar kuni tortdi. Endi fevralda inshaalloh sizlar bilan birgalikda tortamiz. Videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab like bosishni unutmanglar. Hozir kechki yemini beramiz sizlar bilan. Mana akalar 1 kilogramm sho'rxamizni tortib oldik. 1,5 litr suvda bitta paklashga 1,5 litr suvda sho'rxamizni jinday namlab oldik. Endi bunga mana somonimiz o'sha aytganimdek, shunchagina somon nomiga qo'shib qo'yamiz. Xo'sh, endi mana 1,5 kilogramm silyosimizni sotib olganmiz. Bu 1,5 kilogramm silyosimizni solib aralashtiramiz. Keyin o'sha oldin mollarimga bergan buqa yemimdan qo'shib beramiz. Mana akalar, sho'rxamiz bilan silyosimizni bir-biriga yaxshilab aralashtirib oldik. Endi mana 1 kilogramm buqa yemimizni solib aralashtiramiz. Mana akalar, o'g'lasa buqa yemimizni qo'shib aralashtirdik. Mana beradigan yemimiz ko'rinishi juda ham chiroyli bo'ldi. Iloji boricha ko'proq aralashtirsa, yaxshiroq bir-biriga kiysa, qoldirib qo'ymaydi. Chala bilan aralashtirib bersalaring, kepayli, yemli joyini birinchi yeb oladi, keyin silyos qolib ketib qoladi. O'shaning uchun iloji boricha ko'proq mehr bilan uzoqroq aralashtirilsa, chiroyli yem bo'ladi. Mana yangi obunachilarimizga bir qator yana ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir bu yerda ikkita qo'yimizga bir mahalliy yemi erta kechga xuddi shunaqangi yem yeydi. Buni pulini hozirgi bir mahalligini pulini hisoblasak, bitta qo'yimizni bir kunlik yemi chiqadi. Chunki erta kechga bir xilda. Hozir bu ikkita qo'yimizga mana bir mahalliy yemi ikkita qo'ydiki, sho'rxa 1 kilogramm 3600 so'm, silyos 1,5 kilogramm mana 1,5 ming so'm, buqa yemimiz 1 kilogramm 5 ming so'm. Buni mana bir kunda 10.100 so'mlik yem yeyapti ekan. Bitta qo'yimiz 30 ga ko'paytirsa 303 ming so'mlik yem yeyapti ekan. Bitta qo'yimiz 303 ming so'mlik mana shu yemimizdan yeyapti. Ikkita qo'yimiz 606 minglik edi. Hozir endi qo'shgan buqa yemimizni ratsioniga keladigan bo'lsak, 9 xil narsasi bor, juda ham foydali. Kepak,
makka uni, arpa uni, raps shiroti Qozog'istondan keladi, semichka shiroti, vilafos vitamin juda ham zarur bularga. Kalsiy vitaminimiz suvaylariga mustahkam bo'lish uchun. Osh sodasi va 9-sut tuz. Kimda-kimga mana shu buqayimimiz zarur bo'ladigan bo'lsa, mana 91 664 74 94 buqayimi shu bolalar ishlab chiqaradi. Telefon qilib gaplashsalaring, dastlabkasini o'rtada qilib chiqarib olishlari ham mumkin, 1 tonnadan ko'p oladigan bo'lsalaring. Mana akalar, qo'ylarimiz maza qilib ishtaha bilan yemlarni yeyapti. Juda ham yoqimli yem, hidlari ham shirin. Xudo xolasa, mana bugun qo'ylarimiz tortdi 22-yanvar. Bir oydan keyin inshaalloh qani qancha bitta qo'y bir oyda qancha semirarkan buni bilamiz. Sizlar bilan birgalikda qiziqib tursalaring. Yana keyingi oyga 22-chisining atrofida tortamiz, xudo xolasa. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa bittadan like tugmachasini bosib, qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.